O'sha gadoylarni uchratgan onda menda uyg'ongan hislarni hech qachon unutolmasam kerak. Tun zulmati biz kafedan yegulik olib, mashinamizda tanovul qilayotgan edik. Shu payt kimdir mashinamiz derazasini ohista chertdi. Ochsam, bir kishi turibdi. Ko'rinishidan qishloqdan ekanligi ma'lum, ortida 10 yoshlardagi bola ham bor. Yigitlar, iltimos, yordam beringlar. Biroz pul bersangiz yetarli. O'g'limga bu yegulik olib berishimga aytsa bas. Har doimgidek menda ishonchsizlik hissi uyg'ondi. Hozir borib bir shisha aroq sotib oladi-da, jonga tegdi bu piyonistalar. Bir suhbatini olaychi. Nega ishlamaysiz? Oddiy odamlarga o'xshab oilangizni ta'minlash va bolalaringizni boqish uchun nahotki o'g'lingizni yetaklab gadoychilik qilishga uyalmaysiz? Kechirasizlar. U darhol mavzun ko'zlarini olib qochdi va o'g'lining qo'lidan yetaklab shoshib yura keta boshladi. Menimcha u bizdek bemehr insonlardan tezkor uzoqlashishga qaror qilgandi. Shu payt vijdonim uyg'onib, bilmadim, nimadir bo'ldi. Ko'ksimdagi yurak boshqacha ura boshladi va men mashinamda o'tira olmadim. Tushib, "Qo'y, to'xtang. Sizga nima bo'ldi? O'zi tungi soat 3da bu yerda nima qilib yuribsiz?" Bu yerga qishloqdan kasalxonada yotib davolanayotgan ayolimni ko'rgani kelgan edik. Hozir narxlar baland, hamma narsa qimmat. Bor yo'q pulimni dori-darmonga ishlatib yubordim. Ancha qarzga botib ham qoldim. Nima qilishimni bilmayapman. Men o'zimga emas, mayli kam bo'lsa ham shu o'g'limga yegulikka. U deyarli bir sutkadan beri hech narsa yegani yo'q. Agar bilsangiz edi, men juda xijolatdaman, juda uyalyapman. Eshitganlarimdan so'ng bo'g'zimga nimadir tiqildi. Ko'zlarimga yosh quyilib kela boshladi. Biz do'stim bilan mashinadan pullarimizni olib, taom buyurtma berishga yugurdik. "To'xtang, shoshmang, ketib qolmang." Pulimiz boricha yegulik olib ularga tutdik. Avvaliga u kishi biroz xijolat bo'ldi. Biroq ular qo'limizdagi narsalarga shunday qarashardiki, ularning och ekanliklarini bilish qiyin emas edi. Biz ulardan uylariga qanday yetib olmoqchi ekanliklarini surishtiray ketdik. U kishining aytishicha 2 soatdan so'ng ularning qishloqlariga boradigan elektrichka o'tarkan. Ular unda yashirinib yetib olishini mo'ljallayotganlarini eshitib, hamyonimda qolgan pullarni ham oldim. Bu pullar uyingizga yetib olishingizga yetadimi? Bu nima deganingiz? Yarmi ham yetadi. Mayli, olavering. Yo'lda yana bu narsa olarsizlar. Katta rahmat. Men hammasini qaytaraman. Kelinglar, men sizlarni telefon raqamingizni yozib olaman. Bir necha kundan so'ng men yana kelaman va pullaringizni qaytaraman. Qo'ying, uyingizga bemalol yetib olsangiz bo'ldi. O'g'lim, amakilaringga rahmat ayt. Bolakay ohista bizga minnatdorchilik bildirdi. Biroq bu so'z ham uning ko'zlarida hammasi namoyon edi. Men o'sha damda his etganlarimni so'z bilan ta'riflay olmayman. Ular ikkisi vokzal tomonga tez-tez yurib ketishar va ortlariga qarab qo'yishardi. Do'stim bilan ularni kuzatar ekanmiz, negadir ikkalamizning ham ko'zlarimizdan yosh quyilardi. Bu yigitlarning ham ko'ziga beziga yosh kelmagan. Bu yoshlar ularning qalbidan chiqqan, sababi qalb oldindan sezadi va ushbu amal ularni jannat sari yetaklashining sezgani uchun ham u quvonganidan yig'laydi. Azizlar, qalbimizni quvontirib, sevinch ko'z yoshlari chiqishiga sabab bo'ladigan savobli amallarni ko'proq qilaylik.